Aka, hazinem dershanesi balalar çöçekleri yollaptı. He, bana ben geldim, umak singlim. Balalar çöçekleri anlamakçı bolsanız Hazinem YouTube kanalına qo'shiling. Abone olmayı ve like atmayı Ve bildirimleri açmayı unutmayın. Çöçek xomar kichik do'stlar, yaxshimisizlar? Burunning Burniston nomli çöçeklerden bugun sizlarga yana bir çöçekni olib keldik. Yoqtirib anglashinglarni umid qilamiz. Temir tarozi yeb olgan chashqon. Burunqi zamonda bir savdogarning o'g'li bir yerga kelib o'ltiraqlashib qopti. Uning urug' tuqqanlari arqa-arqadan o'lib tugabdi. Shunga u boshqa yurtga berib terikchilik qilishga majbur bo'ldi. Uning 1000 qadoq temirdan yasalgan bir tarozi bor ekan. U yo'lga chiqish oldida obdan o'tgan bir do'kondorga bu tarozini omonat qo'yib ketibdi. Biroq uning taliyi o'ng'i tortmay zodi pul topolmabdi. U ilojsiz yurtga qaytib kelib, heliqi temir tarozisini qaytarib olmoqchi bo'ldi. Kim bilsin, u og'aynisi qizil ko'zlik qilib, "Tarozini cho'chqa yeb ketdi" deb turibdi. "Ajoyib g'alit ish-ku" deb o'ylabdi savdogar. Ham mundaq debdi: "1000 qadoq ig'irliqdagi temir tarozini cho'chqan yeb ketadi, ha?" U chandurmay yana mundaq debdi: "Bu mu ehtimolliqqa yiroq emas. Cho'chqan albatta temir yeydi, chunki temir tatliq ham yumshoq emasmi, do'stim?" debdi noiti ishongan qiyofatda. Og'aynisi ichidan xo'shal bo'lib ketibdi. Ham bu gapga savdogarning o'g'lining ishonganligidan shunchalik xo'shal bo'lib ketibdi. Ham oldirab tinab og'aynisining qo'liga suv tayyorlab tomoqqa taklif qilmoqchi bo'libdi. Biroq yurtga qaytib kelgan mehmon yaqin atrofdagi daryo bo'yiga berib yuyinib kelmoqchi bo'libdi. Do'kondor o'zining orzuliq o'g'lidan mehmonga meva-cheva va kiyim-kechak avatkizibdi. Savdogarning o'g'li yuyinib bo'lgandan keyin heliqi balani yo'ldagi bir og'aynisining uyiga yo'shirib qo'yib, ondan do'kondorning uyiga qaytib kelibdi. Tomoq vaqtida do'kondor o'g'lining yo'qligini ko'rib, sarosimaga tushib, "O'g'lim nerda qoldi? Men uni sana narsa kerak olib berishga avatgan, u nemishqa qaytib kelmadi?" deb jiddiy so'rabdi. "Jiddiylashma, og'ayna. Uni qarchiga uchirib chiqib ketdi" deb javob beribdi savdogarning o'g'li. Bu gapni anglagan do'kondor cho'chib ketibdi-da, etilib kelib savdogarning yoqasidan olgan beti qozining oldiga so'rab beribdi. "Qutqizinglar qozi, bu odam o'g'limni bir yerga tiqib qo'yibdi" deb g'azab bilan savdogarning o'g'liga baqiribdi. "Bu nima ish? Tez et" deb so'rabdi qozi savdogarning o'g'lidan. "Qozi begim, uni qarchiga olib chiqib ketdi" deb javob beribdi. Nayt tamkinlik bilan savdogarning o'g'li kulib turibdi. Qarchiga balani qandoq olib chiqib ketalaydi, rostingni ayt" debdi qozi g'azab bilan baqirib. "Bu ajablangudek ish emas, qozi begim. Bu apandimning uyidagi cho'chqonlar 1000 qadoq ig'irliqdagi bir temir tarozini yeb ketgan yerda qarchiga nemishqa bir balani akitolmaydi" debdi savdogarning o'g'li nayti tamkinlik bilan. Qozi ishning tahdini uqqandan keyin har ikkili tarafga temir tarozi bilan balani o'z egasiga qaytirib berishga buyuribdi. "Undaq qozonga bundaq jumush" degan maqol tamsil shuningdan qopdi.
Umaq do'stlar, har kim boshqalarning rizqiga, o'ziga tava bo'lmagan narsalarga niyatini al qilsa, o'zim ham o'xshashli ziyon tortadi. O'zimizning bo'lmagan narsalarni egallab olsak, ham o'ktamli qilsak, oxiri yanala o'zimizmi boshqalarga o'xshash ziyon tortqushlardan bo'lib qoldik ekanmiz, shundaqmi? Umaq do'stlar, bugungi cho'chkimiz mishat oxirlashdi. Atki mush vaqtda yana yangi cho'chaklar sizlarni kutib turmoqda. Xayrli kech.